Yarim kechasi 23:43 bizim mana bekerydan. Vau! Sochniligini qaranglar, orasidan fistashkalarni chiqib kelishini qaranglar, kremlarni. Bitta yeb bering endi. Fistashka va Napoleon yegisi kelibdi bu qizni. Men yeb beray? Ha, yevur. Osh bo'lsin. Xullas kalom, fistashka va Napoleon, nima manba Matilda, o'zining lapka, podushka, manba pecheniyega, lekin rostakasim gap yo'q. Buni dieta qotganlar yesa bo'ladi bemalol. Yarim kechasi lekin men qo'linaptirmi? Qo'linaptir. Yarim kechasi lekin men bunga shikda ishoninglar. Vau, deb choylar bilan shunaqa ketadi-yu. Bu men buni boshladim Matildan. Buni eng sevgan narsasi Matildada o'zi. Kelinglar, deysizmi Zaynab?